Tegrarga doir data imtihon degan ajoyib savolimiz. Ko'rib chiqamiz hozir. Birinchi sinus 2x dan boshlanishni olishimiz kerak. Xo'p, qanaqa bo'ladi? Demak, hosil jadvalini eslab olamiz. Sinusdan hosil olsak, kosinusida, kosinusdan hosil olsak, minus sinus edi. Demak, bu bo'ladi minus 1 taqsim 2 kosinus 2x. Xo'p, shuni p taqsim 6 p taqsim 12 hisoblaymiz. Taqsim 2 qarasak, kosinus 2 ga qo'ygan p taqsim 6 ayrilgan kosinus 2 ga qo'ygan p taqsim 12. Aksarada kosinus p taqsim 3 maksatisi kosinus p taqsim 6. Xo'p, minus 1 taqsim 2 kosinus 60 raisi 1 taqsim 2 undan ilgari taqsim 2. Asosiy degan bo'lsak, ilgari taqsim 4 minus 1 taqsim 4.